Lüksümüzü başlayımız vatandaş muhakeme. Kistak 2021 yıl 6. ayının 22. günü. Muhakeme. Muhakemenin evvel vaziyetki yani bir küçük yana hadiseden başlaydı. Tünügüllerden Cungo'nun Amerika'da turuşluk baş elçisi Sui Tianke istifa verdi. Hizmetinden istifa verdi. İstifa beriş biri Beijing'nin buyruğu boyunca istifa beriş mi? Yaki üzü hizmetinin höddisten çıkalmadı bolgay. Şunun için istifa beriş mi? Bu doğruda yanık gap yok. Lekin hizmetinden istifa verdi. Eğer üçüncü amil nazar tutulan bolsak, hazır Amerika Cungo münasebetinin qaysı açalgı kelip kalganlığını. Bu münasebetini baş elçisi Sui Tianke'nin bir taraf kılalmaydıganlığını bilgen Cungo hükümeti yaki üze, Cungo hükümeti üze yaxşı Amerika'da turuş salayeti allaqaçan xunukleşken baş elçisi Sui Tianke'ni Beijing'e qaytırıp ketişini oylaşkan boluşu mümkün. Lekin qiziqarliq bir tarafı şu ki, naytı sırlık bir taraf vatandaş, yani bir bende aytqanı sırlık taraf mı emas. Sui Tianke baş elçi vazifesinden istifa berip Beijing qaytışdan avval udol kelip, yengile Moskvadan Washington kelip hizmetini asliga keltirgan Rossiya Federatsiyasining baş elchisi Antonov bilan ko'rishdi. Bunun sebebinin nima ekanligini bir Sui Tianke o'zi bilmasa, hazır sırlık bolup kaldı. Bu ko'rishdi deyli, lekin hazır torbettirde ayaklaşkını yok. Cenve söhbeti doğrusu da xilmi-xil fikirler o'ttirg'i chiqyapti. Hazır vaktimiz yetmedi sizlarga yetkazishga. Mushundaq paytda Cungo Rossiya Federatsiyasi münasebetini Amerika'da Rossiya elçixonasida Cungo elçisi Sui Tianke Rossiya elçisi bilan ko'rishib, yana qayta asliga keltirish, ya'ni Cungo Sovet Cungo Rossiya münasebetining obrazini tiklashmi yoki bir gap elish. Mesela Cenve söhbetide nimeler o'ttirib qo'yildi degan so'zda Rossiya Federatsiyasining Washingtonga qaytib kelib, xizmetiga tushgan Rossiyaning elchisidan so'rab beqishi mumkinmi? Hech bir sir berdi, bir sirni ko'rgili bo'lmadi, hurmatli vatandoshim. Qisqasi vaziyat mushuga keldi. Bosh elchi Sui Tianke Washingtonda xizmetidan istifa berdi. Endi hozir tunigin dedik. Şimpokong, anandakin bugün etigende going goy, andan hazırla Johnson'ci şu okşaşla Cungo'nun vaziyeti, yani partiye içindeki vaziyet doğrusu da dedi ki galcırlaştı dedi. Bugün Johnson'ci şundak dedi, men beşim kaydı, men kimden korkumen deydi Beijing. Beijing alakadar taraflar hazır galcırlaştı. Medeniyet inqilabının korkunçluk bir perdesi yani götürüldü. Medeniyet inqilabının teki nime vatandaşım Liu Shaoqin reislikte de Liu Üzü biri pilop reislikte çıdımay, qaysi yoluyla ele bitişini bilmey medeniyet inqilabını kozgaş arkalık Liu Shaoqin'i vazifesinden elip taşlar. Eğer bu katın perde Beijing'de şunda götürülgen bolsa kimni vazifesinden elip taşlaş gerek? Hazır bir karış kuş o'ttirg'i chiqqini yok. Biz deb chiqqini yok. Yoki bir karış kuşni Beijing hakimiyetining ichidan hazır obzorchilar izlab tepmi mushu kishi deyaligini yok. Oçağını aytqanda bundaq ishga jur'at kerak ey vatandosh. Xitoyda bundaq jur'at bo'lamdi deb savol qo'yib qo'yaylik. Biroq A5'i de aytibdi-ku, 5'i qo'ydi degandan qaraganda 5'i qo'yganda jur'atdan hisoblamasimi, lekin bir avarchilik, tuyuqsiz avarchilik paydo qilishdan hisob ochqili bo'ladi vatandosh. Hazır Cungnanxayning 5'i qo'ydi deydi. Anda mening bir diqqat qilganlikdan mushu 3 kun oralig'ida masalan Oqsaroyning davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan nima dedi? Anda vaqt, anda paytning o'zi ultimatum topshirdigan. Vaqt dahi kemidi dedi, ultimatumni eg'izga olganda
Bayonatçı Cavlican bir nima deyish kerakdi. Eshitimi demidi, sizlar ko'rdinglar, men ko'rmadim bilmayman. Huachiyin tuyuqsizlik yo'qolib ketdi. Buni Huachiyin javob berish kerak. Shundan qaraganda bayonatchilarning fikrida bayonatchilarning fikr qilish qitimida qalaymaqonchilik, mujmallik yuz bergan bo'lsa, demak Markaziy komitetning ichki qismida qalaymaqonchilik, mujmallik yuz bergan bo'ldi. Johnson aytganda ekanda nima bo'ladi? Oxirgi g'aljirlik. Tunugindilik bugun yana kelibdi, oxirgi g'aljirlik. Madaniyat inqilobining pardasi ko'tarildi. Buni kim boshlaydi? Kim rahbarlik qiladi? Ayni vaqtdagi madaniyat inqilobi Mavzuning rahbarlik qildi. Darhol rahbarlik inqilobiy komitetini qurib chiqdi. Bu qatim parda ko'tarilgan bo'lsa, bu madaniyat inqilobi kim rahbarlik qiladi vatandosh? Buna hayron qolasizda. Agar shunday o'zgarish Beijingda yuz beradigan bo'lsa, men yana shuni savol qilib qo'yay-ku vatandoshim. Agar cho'ng o'zgarish bo'lib, amaldorlarning cho'ngidan birini to'xtatib qo'yadigan ish bo'lsa, uning o'rniga keladigan kishi kim? Mavjud emas. Aldirab tinabmi qo'rashtirib chiqolmaysa, ikkinchi birisining obrazi yo'q Jungoda. Harbiy kuchlar majburlabmi qo'rashtirib chiqolmaysan, bu mumkin emas. Chunki u vaqtda fuqaro bilan harbiy kuch o'rtasida sirkilish paydo bo'ldi. Jungo xarakterini aytganda sirkilish bo'lmaydi desammi, lekin jamoat fikri paydo bo'ldi. Bundan mumkinlik yo'q Jungoda. Hozir elevetsang o'rniga kim keldi? Elevetsang bir qalaymaqonchilik, o'rniga kim keldi? Ikkinchi qalaymaqonchilik, oxir nima? Halok bo'lish. Diqqat qildingiz, dal shundaq vaqtda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishlari bo'yicha vali Barchilet xonim, men Uyg'uristonga boraman. Qarajungo hukumati, men buni hozir umid qilaman. Sen bilan bir kelishim kerak deb. Shundaq vaziyat oldi hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Avom palatasining a'zosi Wagner xonim yuqoridagi qonunlarni o'ttirib qo'yib, buni ma'qullatdi. Uning negizi yuqumli virusning manbai. Tekshirimiz, adaqchi tekshirimiz. Ikkinchisi uning manbai shuning uchun Jungoning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi barliq moddiy manqulatlar, ya'ni moddiy mulkini to'g'natimiz. Demak, mana vaziyatning qisitishi mana bunday keladi vatandosh. Mushundaq chog'da anda Suytyankay nima deydi? Men bosh elchilik qilamadim, lekin Suytyankay boshqa elchilik obdan qildi. Masalan, taxminan har yil bunga berilgan xarajat 3 milliard yuan atrofida bo'ladi ekan. Bu 3 milliard yuan pulni tashqi aloqaga, ichki munosabatlarga, masalan, josuslarni tayinlash, ularni moddiy kirim bilan ta'minlash degandek, mushundaq ishlarni qilgan bo'lishi mumkin. Shundaq bir xabar chiqqan edi o'tirdi. 3 milliard yuan pul berdi ekan. U vazifalarni balki to'liq ado qilgan bo'lishi mumkin. Biroq davlatlar orasidagi munosabat, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Junxo Xalq Jamhuriyati o'rtasidagi munosabat kelganda Suytyankayning elchilik salohiyati, elchilik iqtidori yetishmay qoldi vatandoshlar. Agar qoida qonun bo'yicha aytsangiz, bugungi munosabatning o'ttirg'i chiqishiga Suytyankay mas'ul bo'ladi. Bu Jungoning qonuni bo'yicha partiya intizomi bo'yicha iste'fo berdi ket.